Mana bu Qazanband deyiladi. Narpay tumani Biglar mahallasida. Mana suv keldi bugun 2025-yil 9-mart kuni. Hali boshlanishi. Bu yerga suv sig'may ketadi. Bu yerga agar bir tadbirkor bo'lsa, bemalol suvdan ana shu yerda rus tilida aytganda gidroelektrostansiyacha, mayda elektrostansiyacha qurib, bemalol 2-3 ta mahallaga elektr energiya berish mumkin. Aholini sivit bilan ta'minlash mumkin. Mana bu yerda gujum kelib, tadbirkor kelib, mana shu gujumni tagidan chiroyli oshxona qurib, mana bu yerda Qazag'ariq degan joy bor. Cho'miladi yozda kelib odamlar. Kelib mana bemalol shu yerda tadbirkor bo'lsa, chiroyli bir dam olish maskani qurish mumkin. Mana suv toza. Bu Qazanbandni tarixi 1937-39-yillarda nemislar, nemis injener, nemis ishchilari kelib, ana shuni qurgan qarang. 86 yildan buyon biron marta betoni remont bo'lmagan. Mana onda-sonda temirlarni kraska qilib qo'yadi Bahram bova. Ana shu yerda xalq mana endi bugun keldi suv boshlab mana. Samarqanddan Kattaqo'rg'on suv omboridan suv kela boshladi. Shu yerda 5 ta mahalla mana shu suvdan fermerlari xalq ichadi mana. Qarang. Yozib qo'yibdi 1937-39 o'chib ketgan. Ana shuncha yildan buyon mana shu mustahkam bo'lib turibdi. Buni hozirgi konstruktorlar, hozirgi injenerlar bemalol arxivni ko'tarib, qancha sement qo'shilgan, qancha tosh qo'shilgan, buni o'rganish kerak. Hozirgi quraydigan betonlarimiz juda sifatsiz bo'lyapti. Sog' bemalol mana shu suv paxtachiga ketadi. Hali bu endigina. Hali bu yerlar sig'may ketadi. Bemalol elektr quvvati ishlab chiqarish mumkin.